Diqqat qilingiz, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Sport telekanalining translyatsiya studiyasi charm top ixlosmandlarini ekran qarshisiga chorlaydi. Assalomu alaykum muhtaram futbol muxlislari. Osiyo Chempionlar Ligasi bellashuvlari ham play-off bosqichiga yetib keldi. Kecha musobaqada 8 dan 1 bosqichning birinchi uchrashuvi o'tkazilib, Saudiya Arabistonining Al Hilol va Qatarning Salal klublari o'yinidan so'ng chorak finalning dastlabki ishtirokchisi nomi ma'lum bo'ldi. Biz mazkur uchrashuv natijasiga sharhimiz davomida hali to'xtalib o'tamiz. Hozir esa diqqat e'tiborimizni Tehrondagi mashhur Ozodiy stadioniga qaratamiz. Bugun bu yerda nimchorak finalning yana bir o'yini o'tkazilib, unda Eronning eng nomdor klublaridan biri Piruzi O'zbekiston chempioni Toshkentning Bunyodkor klubini qabul qiladi. Xabaringiz bor, Osiyo Chempionlar Ligasida xuddi OFK kubogida bo'lgani kabi nimchorak finalda faqat bitta uchrashuv o'tkaziladi. Ya'ni chorak final ishtirokchisi aynan bitta bellashuv natijasiga ko'ra aniqlanadi. Demak, Bunyodkor 4 dan 1 final masalasini aynan bugun hal qilishi lozim. Hech qanday javob uchrashuvlari o'tkazilmaydi. Quvonarlisi, kecha yurtimiz klublari orasida birinchi bo'lib Farg'onaning Neftchi klubi futbolchilari chorak final yo'llanmasini o'zlari uchun ijobiy hal qilishdi. Damashqda Suriyaning Al-Majid klubiga qarshi saf tortgan Yuriy Sarkisyan shogirdlari asosiy va qo'shimcha vaqtda durang natijani qayd eta olishdi va penaltilar seriyasiga ko'ra 3-1 hisobda g'alaba qozonib, millionlab yurtdoshlarimizga quvonch va shodlik ulashishdi. Umid qilamizki, bugun Chempionlar Ligasida nimchorak final o'yinlarini o'tkazadigan respublikamiz chempion va vitse-chempioni Bunyodkor va Paxtakor klublari ham Neftchi boshlab bergan g'alabali yurishni davom ettirishadi va o'zbekistonlik charm top ixlosmandlariga chorak final yo'llanmasini taqdim etishadi. Ikkala jamoa sardorlari Rivaldo va Ali Karimi o'yindan oldin hozir mana uchrashuv referilari koreyalik hakamlar guruhi bilan ko'rishib olishdi. Server Jeparov, Osiyoning 2008-yildagi eng yaxshi futbolchisi, Ozodiy stadioniga qancha ishqiboz tashrif buyurganini mana ko'rib turibsiz. Chindan ham dunyodagi eng yirik sport arenalaridan biri, o'z bag'riga 100 ming ishqibozni sig'dira oladigan mazkur stadionda bugun qiziqarli va murosasiz bellashuvga guvoh bo'lamiz. Ekranlaringizda oq libosda qaldirg'ochlar, demak Bunyodkor futbolchilari bugun o'zlarining an'anaviy oq liboslarida to'p surishadi. Maydon egalari Piruzi futbolchilari esa qizil libosda. Bu esa jamoaning portugaliyalik mutaxassisi Nelo Vingada. Biz hozir yana bir necha soniyalardan so'ng sizlarga jamoalar tarkibini tanishtirib o'tamiz. Albatta, bugun ikkala jamoaga ham oson bo'lmaydi. Osiyo musobaqalarida o'sha 8 dan 1 final musobaqasi yuqorida aytib o'tganimizdek faqatgina bitta o'yindan iborat, javob uchrashuvi yo'q. Demak, barcha masala aynan shu o'yinda hal etilishi lozim. Keyingi bosqichlarda esa albatta chorak final va yarim final uchrashuvlari o'z maydonida hamda mehmonda tizimida o'tkaziladi va unda albatta natijaga erishish osonroq bo'ladi. Ammo ungacha aynan chorak final yo'llamasini qo'lga kiritib olishimiz zarur bo'ladi. Kim Dong-jin bugungi uchrashuvning referisi, koreyalik FIFA referisi hozir hushtak chalib o'yinni boshlab beradi va yaqin 90 daqiqa davomida albatta agar uchrashuv taqdiri asosiy vaqtda hal qilinsa biz nihoyatda qiziqarli bellashuvga guvoh bo'lamiz deb umid qilib qolamiz. Albatta, yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zbekistonlik barcha charm top ishqibozlari bugun Bunyodkordan ham, Paxtakordan ham ijobiy natijalar kutib qolishadi. Yurtimiz futbol ishqibozlari bunday natijani kutishga haqlilar. Demak, boshladik. Uchrashuv boshlandi. Biz esa jamoalar tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, mehmonlar Bunyodkor O'zbekiston. Darvozabon 12-raqamda Murod Zuhurov, 3-raqamda Gochquliyev, 6-raqamda Anvar G'ofurov, 7-Aziz Haydarov, 8-raqamda Edson Ramos, 10-raqamda jamoa sardori Rivaldo, 11-raqamda Ulug'bek Baqoyev, 13-Aleksandr Xvastunov, 18-raqamda Timur Kapadze, 19-Jasur Hasanov hamda 30-raqamda Server Jeparov. Piruzi futbolchilarining Zuhurov darvozasi tomon qilgan dastlabki yurishlari hozir ko'rdik. Birgalikda to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Maydon egalari, kechirasiz, Bunyodkor jamoasida bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi Hikmat Ergashev, maslahatchi murabbiy Mirjalol Qosimov.
Maydon egalari Piruziy futbolchilari darvozasini 23-raqamda Misa Mamirzadi Isfahani qo'riqlab boradi. 3-raqamda Sapeh Haydari, 4-Muhammad Alirizo, 5-raqamda Nabiulloh Bagheri, 8-raqamda jamoa sardori Ali Karimi, 9-Muhsin Khalili, 14-raqamda Shiri Mojtaba, 18-Nuri Rutsari Rejman, 19-Bahodir Abdi, 28-raqamda Farhod Xayrxo hamda 10-raqamda Ali Rizo Nikbaxt. Bosh murabbiy Nelu Vingada, Portugaliya. Uchrashuvni koreyalik Kim Dong-jin boshqarib boradi. Unga qanotlarda hamyurtlari Yon Jong-bok hamda Yang Byun-yonlar yordam berib borishadi. Zaxiradagi hakam Cho Ming-yong, hakamlar bo'yicha ekspert Husayn Gandafari Kuvaytdan, uchrashuv nazoratchisi Ramadan Mazen Livandan. Murod Zuhurov darvoza tomon yo'llangan zarbani bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Albatta bugun Bunyodkor himoyachilari nihoyatda ehtiyotkor tarzda to'p surishlari talab etiladi. Shubhasiz bugungi o'yinda birinchi galdagi vazifa o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolish. Chap qanotda ko'rib turibmiz, Sahob Jo'rayev o'rnini bugun Aleksandr Xvastunov egallagan. Xabaringiz bor, Sahob Jo'rayev va Joao Viktorlar bugungi o'yinda Bunyodkor futbolchilariga yordam bera olishmaydi, zero shu guruh bosqichida so'nggi uchrashuvda orttirib olgan sariq kartochkalar bois bugun ushbu ikkala futbolchini ham biz maydonda ko'rmaymiz. Ammo uchrashuvdan oldin tashkil etilgan matbuot anjumanida Bunyodkor ustozlari bu holat ta'sir qilmasligiga kafolat berishdi. Hozir Edson Ramosning o'ng qanotdan faolligini birgalikda kuzatdik, ammo himoyachilar to'pni egallab olishdi va tezlik bilan mana qarshi hujumga o'tishayotganda maydon markazida hamyurtlarimiz to'pni yana egallab olishdi. Albatta bugun Piruziy futbolchilari juda ko'plab futbol ishqibozlari olqishlari ostida, qo'llab-quvvatlashi ostida to'p suradilar va bu ham shubhasiz maydon egalariga kattagina turtki bo'lishi turgan gap. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, uni toshkentlik futbolchilar o'yinga kiritib berishadi. Edson Ramos. Ramosning o'zi hozir oldinga intilyapti. O'ng qanotda Server Jeparov to'pni orqa-roqqa Anvar G'ofurovga yetkazib berdi. Gochquliyev. Kuni kecha ushbu futbolchi o'zining 32 yoshini qarshiladi. Edson Ramos to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Himoyachi esa to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborib, hozir vaziyatni biroz bo'lsa-da yumshatishga erishdi. Endi Bunyodkor futbolchilari burchak zarbasini amalga oshirishadi. Takroriy vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Demak, hujum chizig'ida bugun Ulug'bek Baqoyevga ishonch bildirilgan. Rivaldo to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Xavfli vaziyat hozir. Darvozabon to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi. Anvar G'ofurov to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Yon chiziqdan uni hamyurtlarimiz o'yinga kiritib berishadi. Jasur Hasanov bu vazifani amalga oshiradi. To'p jarima maydoniga tashlab berildi. Rivaldo Jeparovgacha to'p yetib kelmadi. Himoyachilar uni jarima maydonidan uzoqlashtirishdi. Ramos to'pni egallab oldi. Kapadze, Rivaldo. Ramosni oldinga boshladi. Kechirasiz, bu Jeparov ekan. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Darvozabon o'z vaqtida to'p yo'liga chiqib to'pni egallab olishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston va Eron klublari o'rtasidagi 18-uchrashuv. Mazkur bellashuv e'tiborli tomoni hozircha ustunlik, yaqqol ustunlik bizning futbolchilarimiz tarafida. 17 uchrashuvning 10tasida hamyurtlarimiz zafar quchishgan. 4 uchrashuvda forslar g'alabani tantana qilishgan va 3 ta o'yin durang natijada yakunlangan va uchala durangni ham aynan Bunyodkor futbolchilari qayd etishgan. Bevosita Bunyodkor jamoasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ushbu jamoa a'zolari Eron klublariga qarshi jami 6 uchrashuv o'tkazib,
Ularning 3tasida g'alaba qozonishgan va 3ta uchrashuvda durang natija qayd etishgan. Shu boisdan ham o'sha o'yindan oldin bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Nelo Vingada aynan shu holatga alohida e'tibor qaratdi va Bunyodkorga qarshi uchrashuv oson kechmasligini taxmin qildi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida mana ko'rib turibsiz, tashabbus biroz bo'lsa-da o'zbekistonlik futbolchilar tomonidan hujumlar tashkil etish borasida hozir hamyurtlarimiz biroz bo'lsa-da tashabbusga egalar. Albatta hujumga berilib ketib, orqa himoyani unutmaslik lozim. Raqibga bo'sh zonalarni berish yaramaydi. Avvalgi uchrashuvlarda Bunyodkor bu borada yaxshigina saboq oldi. O'ylaymizki, bugun ana shu xatolardan to'g'ri xulosa chiqargan holda qaldirg'ochlar o'zlari uchun kerakli natijani qo'lga kirita olishadi. Ramos to'pni tashlab berdi va o'zi mana hozir sheriklarini oldinga boshlayapti. Ali Karimi, Eron futbolining eng mashhur vakillaridan biri. Bir paytlar Myunxenning Bavariya klubida to'p surgan futbolchi. Bu esa Aziz Haydarov. Ko'rinib turibdi bugungi uchrashuvda Bunyodkor ustozlari birinchi navbatda himoyani mustahkamlashga e'tibor qaratishgan va ikkita tayanch yarim himoyachisi bilan to'p surishyapti. 4 himoyachi orqa chiziqda, ularning oldida o'sha yuqorida aytib o'tganimiz ikkita tayanch yarim himoyachilari Timur Kapadze va Aziz Haydarovlar to'p surishyapti. Mana Timur to'p bilan, Rivaldoni to'p bilan ta'minladi Kapadze. O'yin qoidasi buzilgani yo'q. To'p bilan Ali Karimi. Uning o'zi hozir ikki futbolchi orasidan o'tib ketishga urindi. Haydarov, Rivaldo. Kapadze. Bu esa Jeparov. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Zarba! Ulug'bek Baqoyev hozir darvoza tomon bosh bilan zarba berdi. Ammo to'p o'zingiz guvoh bo'lganingizdek to'sin ustidan o'tib ketdi. E'tibor bering. O'ng qanotdan tashkil etilgan hujumni hozir Baqoyev samarali yakunlay olmadi. Albatta zarbalarni ko'proq berish talab etiladi. Bizga esa Rivaldoni namoyish etishmoqda. Albatta ushbu futbolchiga bugun juda katta e'tibor qaratiladi. Maydon markazida eronlik futbolchilar to'pni egallab olishdi. Eronlik futbolchilar shoshilmasdan mana hujumga o'tishyapti. To'p o'ng qanotga yetkazib berildi, ammo hozir Farhod Xayrxoh bu to'pga yeta olmadi. Yon chiziqdan Bunyodkor futbolchilari uni o'yinga kiritib berishadi. Aleksandr Xvastunov. Uchrashuvning dastlabki 10 daqiqasi ortda qoldi. Darvoza tomon berilgan zarba esa noaniq. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, kecha Saudiya Arabistonining Al Hilol va Qatarning Salal klublari o'rtasidagi Osiyo Chempionlar Ligasining dastlabki nimchorak final uchrashuvi o'tkazildi va unda qatarlik futbolchilar penaltilar seriyasiga ko'ra 4-3 hisobda g'alaba qozonib, Al Hiloldek jamoani musobaqadan chiqarib yuborishdi va jamoalar orasida birinchi bo'lib Chempionlar Ligasining chorak finaliga yo'llanmani naqd qilib qo'yishdi. Rivaldo Jasur Hasanovni oldinga boshladi. Jasur Hasanov to'pga yeta olarmidi? Yo'q.
Feruziy futbolchilari yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib berishadi. Bu esa Bunyodkor jamoasining zaxira o'rindig'i Shavkat Salomov, Viktor Karpenko. Ushbu futbolchilar bugun maydonga tushishga shaylar. Nelu Vingadaning nigohi anchagina jiddiy. Feruziy himoyachilari sekin-asta mana navbatdagi pozitsion hujumni tashkil etishyapti. Sapeh Haydari to'pni maydon markazidagi cherigiga yetkazib berdi. Feruziy jamoasining muxlislari umuman jamoaning laqabi Qizillar deb ataladi. Shu bois ham mana ko'rib turibmiz, muxlislar ham qip-qizil rangda stadionni to'ldirib o'tirishibdi. Bunyodkor jarima maydonida xavfli vaziyat. Himoyachilar hushyorroq bo'lishlari talab etiladi. Anvar G'ofurovga nisbatan o'yin qoidasi buzildi. E'tibor bering ushbu holatga. O'ninchi raqamdagi Ali Rizo Nikbaxt. Bu esa Ali Karimiy. Garchand Ali Karimiy so'nggi paytlarda Eron terma jamoasiga jalb etilmayotgan bo'lsa-da, hamon u mamlakatning eng kuchli futbolchilaridan biri sanaladi. Ko'pgina nashrlarda Feruziy jamoasining nomi Persepolis ham deb ataladi. Aslida jamoa 1986-yilgacha aynan Persepolis nomi bilan faoliyat ko'rsatgan. 86-yildan so'ng Feruziy deb nomlangan ushbu jamoa. Laqablari Qizil Armiya, Qizillar, Sherlar, xullas laqablari ko'p bu jamoaning. Ammo o'sha eng asosiy laqabi Qizillar ekanligini mana biz bugungi o'yinda ham bevosita guvoh bo'lib turibmiz. Tashkil topgan vaqti esa 1963-yilga to'g'ri keladi. Erondagi eng mashhur jamoalardan biri, boisi 9 marta mamlakat chempionligini qo'lga kiritgan. Eronda hech bir jamoa bunday natijasi bilan maqtana olmaydi. Demak, 1971, 74, 76, 96, 97, 99, 2000, 2002 va 2008-yillarda ushbu jamoa a'zolari mamlakat chempionligini tantana qilishgan. O'z navbatida milliy kubok, ya'ni Xavziy kubogida ham 3 marotaba zafar quchishgan ushbu jamoa a'zolari. Maydon markazida eronlik futbolchilar to'pni egallab olishdi. Ali Karimiy sheriklarini oldinga boshlayapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, maydon egalari tarkibida har bir hujum aynan Karimiy tomonidan tashkil etilyapti. Hozir xavfli vaziyat. Darvoza tomon berilgan zarba noaniq edi. Mana ushbu vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Farhod Xayrxoh. Bunyodkor jamoasi maslahatchi murabbiysi Mirjalol Qosimov hozir o'z shogirdlariga kerakli ko'rsatmalarni berib boryapti. Maydon markazida to'p uchun kurash. Rivaldo Jasur Hasanovni oldinga boshladi. Rivaldo to'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Himoyachilar uni qaytarishdi. Kapadze. Rivaldo uning o'zi hozir darvoza tomon zarba berdi. Ramosda imkoniyat. Hozir Bunyodkor futbolchilarida hisobni ochish uchun juda yaxshi imkoniyat yuzaga kelgan edi. Bu vaziyatda Misa Mamirzodi Isfahani o'z jamoadoshlari joniga ora kirdi. Mana e'tibor bering, Ramosning zarbasini bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Jarima maydoni markazida esa Ulug'bek Baqoyev undan to'p kutgan edi. Ramos esa to'pni darvozaga o'zi yo'llashni ma'qul ko'rdi.
Albatta bugungi uchrashuvda g'alaba qay tarzda, qanday hisob bilan qo'lga kiritilishi muhim emas. U asosiy vaqtda bo'ladimi, qo'shimcha vaqtda bo'ladimi, penaltilar seriyasiga ko'ra bo'ladimi, muhimi g'alaba qozonish talab etiladi. Shu boisdan ham birinchi navbatda futbolchilarga berilgan ko'rsatma o'z darvozalari daxlsizligini saqlab qolish va imkoniyat tug'ildi deguncha albatta raqib darvozasini ishg'ol etishga e'tiborni qaratish. Shiri Mochtaba chap qanotdagi sherigini oldinga boshladi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Murod Zuhurov o'z o'rnida. E'tibor bering ushbu holatga. Kapadze. O'yin qoidasi buzilgani yo'q. Ali Karimi maydon markazida to'pni egallab oldi. Chap qanotda uning sherigi bo'sh edi. To'p aynan chap qanotga yetkazib berildi. Anvar G'ofurov. Ali Rizo Nikbaxt. Jamoaning eng xavfli hujumchilaridan biri. Bu esa Rivaldo. Jasur Hasanovni oldinga boshladi Rivaldo. Muhammad Ali Rizo Jasurga qarshilik ko'rsatdi hozir. Albatta Ozodiy stadioniga yig'ilgan 70 mingdan ziyod ishqibozlar hozir o'z jamoalaridan Piruzidan gol kutishmoqda. Ekran qarshisida o'tirgan millionlab o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz esa Bunyodkordan gol kutishmoqda. Bunga shak shubha yo'q. Server Jeparov esa burchak zarbasini amalga oshirishga hozirlik ko'ryapti. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Darvozabon to'pni mushtumi bilan urib yuborib jarima maydonidan uzoqlashtirdi. To'p yana jarima maydoniga yetkazib berildi. Jeparov to'p bilan toshkentlik futbolchilardan biri hozir jarohat olgan ko'rinadi. U Timur Kapadze bo'lsa kerak. Bizga esa hozircha ushbu vaziyatni takroran namoyish etishyapti. Piruziy jamoasida Eron milliy terma jamoasining bir qator a'zolari to'p surishadi. Bular Ali Rizo Muhammad, Rahmon Rizoyi himoyachilar edi. Yarim himoyachilar Karim Bageri, Ali Karimi, Maziyar Zare, Pejman Nuri va hujumchi Mohsen Xalili. Shuningdek, klubning himoyachilari Sapexir Haydari, Mochtaba Shiri va yarim himoyachi Ali Rizo Vohidi Nikbaxt kabi futbolchilar ham keng ommaga yaxshi tanish. Jamoaning legionerlari esa Frank Atsu Togodan, yarim himoyachi Ivan Petrovich Serbiya va hujumchi Ibrohim Ture Senegaldan. Hozircha biz ushbu legionerlarni ko'rmayapmiz. Balkim uchrashuv davomida ular ham maydonga tushib qolishadi. Darvoqe Ibrohim Ture bugungi uchrashuvda maydonga tusha olmaydi. Uning jarohati bor edi. Karim Bagirida ham jarohat bor va diskvalifikatsiya tufayli Maziyar Zaray ham bugungi o'yinni o'tkazib yuboradi. Bunyodkor fan klubi sektorni bizga namoyish etib berishdi. Bu esa Piruziy jamoasining zaxira o'rindig'i. Demak, kutilmagan birinchi o'zgarish Gochquliyev ekan jarohat olgan. Demak, Baxtiyor Ashurmatov hozir uning o'rnini maydonda egallash kutilmoqda. Bu markaziy himoyachi
butun himoyani nazorat qilib turuvchi Gochquliyevning jarohat olishi bu albatta yaxshi holat emas. Umid qilamizki, futbolchilar umuman Bunyodkor jamoasi murabbiylar shtabi bu vaziyatdan chiqib ketishga imkon topa olishadi. Baxtiyor Ashurmatov maydonga tushishga hozirlik ko'ryapti. Uchrashuvning dastlabki 20 daqiqasi ortda qoldi. Eslatib o'tamiz, Piruziy va Bunyodkor jamoalari uchrashuvida hisob ochilgani yo'q. Hozircha 0-0. Endi himoya chizig'imizda to'p surayotgan futbolchilardan yanada hushyorroq to'p turish talab etiladi. Ali Karimiy, Kapadze hozir yaxshi o'ynadi, raqibiga imkoniyat bermadi. Boz ustiga raqibini o'yin qoidasini buzishga majbur qildi va koreyalik hakam buni o'z vaqtida payqab o'yinni to'xtatdi. Mana e'tibor bering. Tanasi bilan hozir raqibini to'sishga erishdi Kapadze, o'yin qoidasini buzmagan holda. Farhod Xayrxoh esa o'yin qoidasini buzib uchrashuv to'xtalishiga sabab bo'ldi. Anvar G'ofurov to'pni qaytardi. To'p hamon Piruziy futbolchilarida. Muhammad Ali Rizo to'pni cherigiga yetkazib berdi. Eronlik futbolchilar endi chap qanotdan hujumlarini davom ettirishadi. Anvar G'ofurov to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirdi. Demak, mana Baxtiyor Ashurmatov maydonga tushdi. Albatta kutilmagan va majburiy o'zgarish. Umid qilamizki, bu o'zgarish uchrashuv natijasiga o'z ta'sirini ko'rsatmaydi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, koreyalik hakam uchrashuvni ancha erkin tarzda o'tkazyapti. Futbolchilarga biroz erkinroq harakat qilishlari uchun imkoniyat yaratib beryapti. Bo'lar bo'lmasga hushtak chalib o'yinni to'xtatayotgani yo'q. Ali Karimiy maydon markazida. Haydarov to'pni raqibidan olib qo'ydi. Bu esa Ramos. Jeparov kechirasiz. Rivaldo, Jasur Hasanov. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Rivaldoning bosh bilan bergan zarbasi va zarba noaniq. Misa Mamirzodi Isfahani hozir erkin zarba bilan to'pni o'yinga kiritib beradi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, Rivaldo va Jasur Hasanovlar so'nggi paytlarda ancha bir-birlarini tushunib harakat qilishyapti maydonda. Bu ham milliy chempionatda ham Chempionlar Ligasi uchrashuvlarida namoyon bo'layapti. Ko'pgina vaziyatlarda aynan shu ikki futbolchi Bunyodkorning aksariyat hujumlarini tashkil etishda jonbozlik ko'rsatishyapti. Ali Karimiy, e'tibor bering ushbu futbolchining texnikasiga. G'ofurov yaxshi harakat qildi. Rivaldo, o'yin qoidasi buzildi. Bahodir Abdi Bunyodkor Sardoriga nisbatan hozir qo'pollik ishlatdi. Mana e'tibor bering. Kapadze, Ramos, yana Kapadze, Jeparov. Timur endi Ramosni oldinga boshladi o'ng qanotdan. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Rivaldogacha to'p yetib kelmadi. Hasanov, Vostunov, Haydarov, Kapadze. Bunyodkor futbolchilari to'pni nazorat qilishyapti hozir. Jeparov chap qanotda endi Jasur Hasanov o'yinga kirishyapti. Vostunov, Kapadze. Jeparov o'zi zarba berishga harakat qildi. To'p himoyachiga tegib qaytdi.
eronlik futbolchilar o'yin qoidasini buzmagan holda to'pni egallab olishdi. Shirim Ochtaba chap qanotdan sheriklarini oldinga boshlayapti. O'yin qoidasi buzilgani yo'q. Uchrashuvning 26-daqiqasi boshlandi. Hozircha hisob ochilgani yo'q. Hozir Jasur Hasanov to'pni raqibiga oldirib qo'ydi. Piruzi futbolchilari o'ng qanotdan endi navbatdagi hujumni tashkil etishyapti. Ramos Aziz Haydarov Kvastunov to'p yana Piruzi futbolchilarida. Albatta bugungi kun to'laligicha futbol muxlislariga ataladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozir Piruzining navbatdagi hujumini birgalikda kuzatamiz. Ali Karimiy to'p bilan chap qanotda sherigini oldinga boshladi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Zarba hozir Bunyodkor markaziy himoyachilari, aniqrog'i Baxtiyor Ashurmatov o'z vaqtida raqibiga qarshilik ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Mana e'tibor bering. Nihoyatda xavfli hujum tashkil etishga muvaffaq bo'lishdi maydon egalari. To'p esa maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Demak, mezbonlar burchak zarbasini amalga oshirishadi. Biz jonli efirdamiz. Shu boisdan turli texnik nosozliklar uchun oldindan sizlardan uzr so'raymiz. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bugungi eng qiziqarli bellashuvlarning barchasini jonli efirda futbol muxlislariga yetkazish borasida qator ishlarni amalga oshirdi va bugun o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek mana hozir bevosita jonli efirda Piruzi va Bunyodkor jamoalari uchrashuvini kuzatyapsiz. Kechki dasturda 22:30 dan boshlab Ittifoq va Paxtakor jamoalari o'rtasidagi yana bir nimchorak final uchrashuviga guvoh bo'lasiz. Ushbu uchrashuv Yoshlar telekanali orqali namoyish etiladi. Bizning telekanalda esa 23:45 dan boshlab Yevropa Chempionlar Ligasining hal qiluvchi final uchrashuvida Manchester United va Barselona jamoalari o'yiniga guvoh bo'lasiz. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Rivaldo Haydarov to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. Kapadze Timurning uzoq masofadan bergan zarbasi biroz noaniq. Ushbu holatni takroran bizga namoyish etib berishdi. Demak, bugun xonadonlarda seriallar o'rniga futbol ko'riladigan kun. Albatta bu borada bugun barcha o'zbekistonlik Charmto'p ixlosmandlari uyida shubhasiz faqat va faqat futbol uchrashuvlari tomosha qilinadigan kun. Shu boisdan ayollarimiz bugun biz erkaklarni to'g'ri tushunadilar degan umiddamiz. Bunday kun har doim ham bo'lavermaydi. Chap qanotdan Piruzi futbolchilari hujumga o'tishyapti. Nel Vingada shogirdlarga kerakli ko'rsatmalarni berib boryapti. Bu yerda esa albatta o'yin qoidasi buzildi. Server Jeparov aybdor.
xavfli standart vaziyat bo'lishi mumkin. Tarkibda Ali Karimidek futbolchisi bo'lgan jamoa albatta bunday standart vaziyatlarni ancha xavfli ko'rinishga olib kelishi mumkin. Demak, jarima zarbasi amalga oshirilishga tayyor. Zarba amalga oshirildi. To'p darvoza to'sini ustidan o'tib maydonni tark etdi. Demak, uchrashuvning 3dan 1 qismi, asosiy vaqtning 3dan 1 qismi ortda qoldi. Piruzi va Bunyodkor jamoalari uchrashuvda hisob ochilganicha yo'q. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Aleksandr Xvostunov chap qanotga javobgar bugun ushbu futbolchi. Maydon markazida Ali Karimiy hozir chiroyli kombinatsiyani uyushtirgan edi, ammo himoyachilarimiz faollik ko'rsatib to'pni egallab olishdi. Jeparov, Kapadze. Ramos. Anvar G'ofurov. Timur Kapadze maydon markazida to'pni egallab oldi. Haydarov, Jeparov. To'p jarima maydoniga Hasanov tomonidan yetkazilganda, ammo himoyachilar faollik ko'rsatib to'pni egallab olishdi. Xvostunov Bahodir Abdiga nisbatan faol qarshilik ko'rsata olmadi. Ali Karimiy maydon markazida yana to'pni egallab olib oldinga intilyapti. Kapadze. Rivaldo. Haydarov. Xvostunov. Hasanov. Jeparov. Jasur hozir to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi va Mamerzodeh Isfahaniy to'pni egallab oldi. Chindan ham Ozodiy stadioni nihoyatda mahobatli va ulkan stadion. Ko'rib turibmiz, bugun stadionga juda ko'plab futbol muxlislari tashrif buyurishgan. Murod Zuhurov o'z o'rnida. Edson Ramos. Jamoasining navbatdagi hujumini tashkil etib berdi. Mana to'p Bunyodkor futbolchilarida chap qanotda Aleksandr Xvostunov. Bunyodkor futbolchilari shoshilishmayapti. Albatta raqib bo'sh zona yaratib berishini kutishmoqda. Ulug'bek Baqoyev ikkinchi qavatdagi kurashni garchi yutib chiqqan bo'lsa-da, hujumni samarali oladigan futbolchi oldingi chiziqda yo'q edi. Darvozabon o'z vaqtida to'pni egallab oldi. O'ziga xos tarzda hozir Ozodiy stadioniga yig'ilgan ishqibozlar, mana ko'ring ushbu stadionning mahobatini. Darhaqiqat bugun Bunyodkor juda katta bosim ostida to'p surayotgani shubhasiz. Chindan ham Kuray zaminning eng yirik sport arenalaridan biri Ozodiy stadioni. Bunyodkor futbolchilari bu kungacha aynan shu stadionda 2 marta durang natija qayd eta olishgan. Biri Sepaxon bilan, ikkinchisi Saypa bilan. Biri 1-1 hisobda yakunlangan, ikkinchisi esa 2-2.
Muhammad Alirizo to'pni sheriklariga aniq tarzda yetkazib berdi. Ali Karimiy. Jasur Hasanov to'pni egallab oldi va mana tezlik bilan o'zi oldinga intilyapti. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Va uni Piruziy futbolchilari o'yinga kiritib berishadi. Bahodir Abdiy to'p so'rayapti. Ha, to'p aynan unga yetkazib berildi mana. Sekin-asta maydon egalari endi pozitsion hujumga o'tishyapti. Nabiulloh Bagheri. Bu esa Nuri Rotsari Rejman. O'yin qoidasi buzilgani yo'q. Rivaldo to'p bilan. Baqoyev. Jiparov. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Jasur Hasanov to'pga biroz yeta olmadi. Demak, Bunyodkorning aksariyat hujumlari asosan qanotlar orqali tashkil etilyapti. O'yin qanotda Server Jiparov, chapda esa Jasur Hasanovlar to'pni egalladi deguncha uni jarima maydoniga yetkazib berishga harakat qilishyapti. Ammo hozircha ushbu hujumlarni samarali olishayotgani yo'q toshkentlik futbolchilar. Muhimi o'yinni raqib maydonida olib borish. O'z maydonida esa o'sha maydonning ikkinchi yarmida xatolarga yo'l qo'ymaslik talab etiladi. Hozir Edson Ramos raqibga nisbatan o'yin qoidasini buzdi. Ha, bu vaziyatda Ramos biroz qo'pol tarzda harakat qilgan edi. Albatta Ramos atayin o'yin qoidasini buzgani yo'q. U birinchi navbatda to'pga o'ynagan edi, ammo o'yindagi holat bo'yicha u raqibiga nisbatan o'yin qoidasini buzishga majbur bo'ldi. Hozir maydon egalari navbatdagi standart vaziyatni amalga oshirishadi. To'p oldida Ali Karimiy va Nuri Rotsari Rejmanlar. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi va Farhod Xayrxoh tomonidan berilgan zarba maydonni tark etdi. Mana e'tibor bering. Ushbu standartni ham Ali Karimiy amalga oshiryapti. Qiziq bir holatga guvoh bo'lishimiz mumkin. Hozir mana shu hujumni birgalikda kuzatganimizdan so'ng biz fikrimizni davom ettiramiz. Aziz Haydarov to'pni egallab oldi. Chap qanotda Jasur Hasanov. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Jasur yon chiziqdan uni o'yinga kiritib beradi. Haydarov, Hasanov to'p jarima maydonida. Rivaldo unga nisbatan o'yin qoidasi buzildi va penalti. Albatta bu vaziyatda Bunyodkor sardoriga nisbatan mana e'tibor bering. Ha, qo'li bilan biroz ushlab qolgan edi. Nabiulloh Bagheri. Demak, ikki futbolchi orasida qurshovda qolgan edi Bunyodkor sardori va ular Rivaldoni o'yin qoidasini buzish evaziga to'xtatib qolishga majbur bo'lishdi. Demak, birinchi bo'lim yakunlanishiga 5 daqiqa vaqt qolganida maydon egalari darvozasi tomon penalti belgilanyapti. Zarbani esa kim? Rivaldo amalga oshiradi. Darvozada esa Missam Mamerzade Isfahani. Demak, zarba berishga ruxsat berildi. Rivaldoning zarbasi va gol! Bunyodkor 1-0 hisobda oldinga chiqib oldi. Bunyodkor jamoasi murabbiylar shtabi nihoyat qaldirg'ochlar uchrashuvda hisobni ochishga muvaffaq bo'lishdi.
Uchrashuvning 41-daqiqasida jamoa sardori Rivaldo 11 metrlik jarima zarbasini aniq tarzda amalga oshirib, o'yinda jamoadoshlarini hisobda oldinga olib chiqdi. E'tibor bering, darvozabon to'p yo'nalishini to'g'ri topgan ekan, ammo Rivaldoning zarbasini qaytarishga u ojizlik qildi. Demak, yozib qo'yamiz. 41-daqiqada 1-0. To'p muallifi Rivaldo. O'yin qoidasi buzildi. Aziz Haydarov aybdor. Albatta hozir futbolchilarimiz ko'pgina vaziyatlarda o'sha raqiblariga standart vaziyatlarni amalga oshirishga imkoniyat yaratib berishyapti. Bunday holatlarga imkon qadar yo'l qo'ymaslik lozim. To'p oldida yana Ali Karimi. Rivaldo to'pni egallab oldi. Xavf bartaraf etildi. To'p jarima maydonidan uzoqlashtirildi. Boz ustiga hozir Bunyodkor futbolchilari juda yaxshi qarshi hujum tashkil etish imkoniyatiga ham ega bo'lishgan edi, ammo Piruzi himoyachilari faollik ko'rsatib, to'pni egallab olishdi. Birinchi bo'limning asosiy vaqti yakunlanishiga 3 daqiqa vaqt qoldi. Eslatib o'tamiz, Piruzi va Bunyodkor jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda O'zbekiston chempioni 1-0 hisobda oldinda boryapti. Bu vaziyatda Server Jeparovga hozir koreyalik hakam sariq kartochka ko'rsatdi. Albatta Jeparov qo'pol tarzda harakat qilgan edi. Umuman Kim Dong-jin uchrashuvni bir tekisda yaxshi boshqarib boryapti. Ko'pgina vaziyatlarda futbolchilarga o'sha yuqorida aytib o'tganimiz erkin harakat qilishlari uchun ham sharoit yaratib beryapti. Vaziyatlarni o'z vaqtida payqayapti. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Zuxurov uni mushtumlari bilan urib maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. E'tibor bering. Nuri Rotsari Rejman burchak zarbasini amalga oshirdi. To'p bilan Karimi. Ikki himoyachini hozir u chalg'ishga muvaffaq bo'ldi va Zuxurov. Tasanno Murod hozir juda o'z sheriklari joniga oro kirdi va muqarrar goldan hozir jamoadoshlarini qutqarib qoldi. Darhaqiqat juda chiroyli seyfni amalga oshirib, hozir darvozaga bevosita ketayotgan to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Bunyodkorda qarshi hujum tashkil etish uchun juda yaxshi imkoniyat. Jeparov, Rivaldo tezroq harakat qilish talab etiladi. Rivaldoning zarbasini himoyachilar qaytarishdi. Ungacha esa barcha himoyachilar o'z joylarini kelib egallab bo'lishgan edi. O'yin ancha jonlandi. Endi Piruzi futbolchilari ham ko'proq e'tiborlarni hujumga qaratishyapti. Albatta bundan Bunyodkor futbolchilari unumli foydalana olishlari mumkin. Zero bundan buyog'iga endi Piruzi futbolchilari oldingi chiziqqa o'tib, o'sha orqa chiziqda bo'sh zonalarni yaratishlari mumkin. Bundan esa uni mana e'tibor bering, Murod Zuxurov chindan ham juda xavfli zarbani bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. To'p jarima maydonida. Himoyachilarimiz qaytarishdi. Demak, uchrashuvning birinchi bo'limi asosiy vaqti nihoyasiga yetdi. Aziz Haydarov. Bugun ushbu yarim himoyachimiz juda katta hajmdagi ishni amalga oshirish talab etiladi. To'p jarima maydonida. Jeparov to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirdi. Rivaldo.
To'pni chap qanotga Jasur Hasanovga yetkazib berdi. Demak, birinchi bo'limga 2 daqiqa qo'shimcha vaqt belgilandi. Ha. Hozir Bunyodkor futbolchilariga biroz hordiq kerak ko'rinib turibdi. Ular birinchi bo'limda juda katta bosim ostida to'p surishdi. Endi bir amallab o'sha birinchi bo'limni yakunlab olish talab etiladi. Aziz Haydarov o'yin qoidasini buzdi. Yana bir standart vaziyat. Standart vaziyatlarning aksariyati, e'tibor bering, mezbonlar tomonidan amalga oshirilyapti. Albatta buni to'g'ri tushunsa bo'ladi. Jarima maydoniga hujumchilarni o'tkazib yubormaslik uchun ko'pgina vaziyatlarda mayda taktik follar ishlatilyapti. Darvoza tomon berilgan zarba. Murod Zuhurov bu safar ham ishonchli o'ynadi. To'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Demak, yana bir burchak zarbasini hozir amalga oshirishadi. Balla Zuhurov. Va hakamning xushtagi mana yangradi. Demak, birinchi bo'lim yakunlandi. Unda Bunyodkor futbolchilari 1-0 hisobda hozircha ustunlik qilishmoqda. Biz siz bilan tanaffusdan so'ng yana uchrashamiz. Sizlarni Tehrondagi Ozodiy stadioniga taklif etamiz. Piruziy va Bunyodkor jamoalari o'rtasidagi Osiyo Chempionlar Ligasining nimchorak final uchrashuvining birinchi bo'limidan so'ng hisob 1-0 oldinda O'zbekiston chempioni. Birinchi bo'lim haqida qisqacha fikr bildiradigan bo'lsak, o'yin teng kurashlar ostida kechdi deb aytish mumkin. Albatta, uchrashuv avvalida tashabbus asosan o'zbekistonlik futbolchilar tomonidan bo'ldi. Keyin o'yin birinchi bo'lim o'rtalariga kelib maydon egalari vaziyatni biroz tenglashtirishga erishishdi. Kutilmaganda Gochquliyev jarohat olib maydonni erta tark etishga majbur bo'ldi. Uning o'rnini markaziy himoyada Baxtiyor Ashurmatov egalladi. Uchrashuvning 40-daqiqasida maydon egalari o'z jarima maydonlarida Rivaldoga nisbatan o'yin qoidasini buzishdi va Bunyodkor jamoasi sardori penaltini o'zi amalga oshirib, aniq tarzda amalga oshirib, yakunda jamoadoshlarini hisobda oldinga olib chiqdi. Albatta, Piruziy jamoasida ham gol kiritish uchun imkoniyatlar bo'ldi. Ikkita vaziyatda Murod Zuhurov jamoadoshlarini muqarrar goldan saqlab qolgan bo'lsa, mana bizga aynan Zuhurovni namoyish etishyapti. Ba'zi vaziyatlarda himoyachilarimiz faollik ko'rsatishdi. Endi ikkinchi bo'limda eronlik futbolchilar xohlashadimi, yo'qmi? Asosiy e'tiborlarni hujumga qaratishadi va ko'pchilik bo'lib hujumga otlanishadi. Bundan esa o'ylaymizki, toshkentlik futbolchilar unumli foydalanishadi. Demak, ikkinchi bo'lim boshlandi. Hozircha jamoalar tarkibida o'zgarishlar yo'q. Rivaldo mana Jasur Hasanovni oldinga boshladi. To'p yana Rivaldoda. Uning qarshisida 3 himoyachi. To'p Rivaldodan olib qo'yildi va Piruziy futbolchilari tezlik bilan qarshi hujumni tashkil etishyapti. Ali Karimiy maydon markazida u to'pni jarima maydoni tomon yetkazib berdi. Murod Zuhurov o'z o'rnida. Fursatdan foydalanib biz sizlarga jamoalar tarkibini yana bir bor yodingizga solib o'tamiz. Demak, maydon egalari Piruziy futbolchilari darvozasini 23-raqamda Missa Mamerzadeh Isfahani qo'riqlamoqda. 3-Sapeh Haydari, 4-Muhammad Alarizo, 5-Nabiyulloh Bagkeri, 8-raqamda jamoa sardori Ali Karimiy, 9-Muhsin Halili, 14-Shiri Mochtaba, 18-Nuri Ratsari Rejman, 19-Bahodir Abdi, 28-Farhad Xayrxoh, 10-raqamda Ali Rizo Nikbaxt. Bosh murabbiy Nelo Vingada, Portugaliya. Bunyodkor futbolchilari darvozasini 12-raqamda Murod Zuhurov qo'riqlayapti. 2-raqamda Baxtiyor Ashurmatov, 6-Anvar G'ofurov, 7-Aziz Haydarov, 8-Edson Ramos, 10-raqamda jamoa sardori Rivaldo, 11-Ulug'bek Baqoyev, 13-Aleksandr Xvostunov, 18-Timur Kapadze, 19-Jasur Hasanov, 30-raqamda Server Jeparov.
Jamoa bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi Hikmat Ergashev, maslahatchi murabbiy Mirjalol Qosimov. Piruzining navbatdagi hujumi to'p jarima maydoniga yetkazib berganda himoyachilar uni qaytarishga muvaffaq bo'lishdi. Nelu Vingada diqqat bilan uchrashuvni kuzatib boryapti. Darvoza tomon berilgan zarba noaniq. Ali Rizo Nikbaxtning zarbasi edi. Ana e'tibor bering. Albatta ikkinchi bo'limda himoyachilarimiz yanada hushyorroq harakat qilishlari talab etiladi. Albatta tayanch yarim himoyachilarga ham bu borada juda katta mas'uliyat yuklatiladi. O'ylaymizki, Bunyodkor futbolchilari o'zlari uchun kerakli natijani qo'lga kirita olishadi. Maydon markazida eronlik futbolchilar to'pni egallab olishdi. Endi ular chap qanotdan hujumga otlanishyapti. Shiri Mochtaba Nuri Rutsari Rejmanga to'pni yetkazib berdi. Kapadze to'p uchun kurashda Ulug'bek Baqoyev edi. Bu esa Aziz Haydarov, chap qanotda Jasur Hasanov bo'sh. Haydarov hozir biroz noaniq tarzda harakat qildi va to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Bu esa Server Jeparov. Nabiyulloh Bakheri maydon markazida Ali Karimini izlab topdi. Piruziy jamoasining muxlislari tinmay o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlab turishibdi. Muhammad Alirizo e'tibor bering, ushbu jamoa fanatlariga qay tarzda o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlab turishganiga. To'p oldingi chiziqqa yetkazib berildi. Himoyachilar faollik ko'rsatishdi. Anvar G'ofurov to'pni qaytardi. Bu safar endi Baxtiyor Ashurmatov xavfni bartaraf etdi. Jasur Hasanov chap qanotda qarshi hujum tashkil etilishi mumkin. To'p Rivaldoga yetkazib berilgan edi, ammo himoyachiga tekkan holda yo'nalishini o'zgartirdi va maydonni tark etdi. Hozir to'p futbolchining qo'liga tekkandek ham ko'ringan edi. Nima bo'lgan taqdirda ham endi Bunyodkor futbolchilari mana bizga takroran namoyish etishyapti. Kechirasiz, boshiga tekkan ekan. Demak, burchak zarbasini amalga oshirishadi. Server Jeparov bu ishni amalga oshiradi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Himoyachilar uni qaytarishdi. Anvar G'ofurov to'pni chap qanotga yetkazib berdi. Hozir yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin Bunyodkorda. Endi esa hujum qilish navbati Piruzida. Rotsari Rejman Kapadze hozir faol o'ynadi. To'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Ali Karimi bugungi uchrashuvda Bunyodkor himoyachilariga eng katta tashvishni aynan shu futbolchi tug'diryapti desak xato bo'lmaydi. Bunyodkor jarima maydonida Piruzining 5 nafar futbolchisi. To'p mana tashlab berildi. Himoyachilar uni qaytarishdi. Zarba esa ancha noaniq. Albatta, uchrashuvning vaqti o'tib borgani sayin maydon egalari katta kuch bilan hujumga otlanishligi tayin. Albatta, Bunyodkor murabbiylari ham tanaffusda o'z shogirdlariga aynan kerakli ko'rsatmalarni bergan bo'lishlariga shubha yo'q. Bundan birinchi navbatda unumli foydalana olish lozim. Ya'niki ular ko'pchilik bo'lib hujumga o'tishgan paytda orqa chiziqda bo'sh zonalar paydo bo'ladi. Aynan shu bo'sh zonalardan
samaraliroq va faolroq harakat qilish talab etiladi. Server Jeparov to'p bilan. U maydon markazida Timur Kapadzeni to'p bilan ta'minladi. O'yin qoidasi buzildi. Uchrashuvni koreyalik hakamlar guruhi boshqarib borishyapti. Mana e'tibor bering ushbu vaziyatga. Birinchi bo'limni juda yaxshi saviyada o'tkazdi ushbu hakam. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Baqoyev to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. Endi tezlik bilan himoyalanish, orqa chiziqqa qaytish talab etiladi. Ali Karimiy o'ng qanotga cherigiga to'pni yetkazib berdi. To'p endi jarima maydoniga uzatildi. Himoyachilar uni qaytarishdi. Anvar G'ofurov edi bu. To'p bilan yana Karimiy. Unga himoyachilar imkoniyat berishmadi. Rivaldo. Chap qanotdan u hozir juda chiroyli tarzda Jasur Hasanovni oldinga boshladi. Hasanovning bergan zarbasi noaniq. O'tgan yilgi mamlakat chempioni Piruzi bu yilgi chempionatda bor yo'g'i 5-o'rin bilan kifoyalanishga majbur bo'ldi. Jamoa 34 ta uchrashuvning 15 tasida g'alaba qozondi, 10 ta durang natija qayd etdi va 9 o'yinda mag'lubiyatga uchradi. Ochkolar esa 55 ta. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, jamoa a'zolari kelasi yil Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etishdan mahrum bo'lishdi. Shu boisdan ular barcha e'tiborlarni o'sha bu yilgi Chempionlar Ligasi bellashuvlarida muvaffaqiyatli to'p surishga qaratishgan. Kapadze to'pni hozir oldingi chiziqqa yetkazib berdi, ammo bu yerda toshkentlik futbolchilardan hech kim yo'q. E'tiborli tomoni o'sha 8 dan 1 final bosqichi uchrashuvlari garchi bitta o'yindan iborat bo'lsa-da, to'p hozir mana jarima maydoniga yetkazib berildi. Xvastonov, Hasanov, Haydarov, yana Xvastonov to'pni Server Jeparov tomoniga yetkazgan edi. Himoyachi faollik ko'rsatib to'pni egallab oldi. Maydon markazida Ali Karimiy. Kapadze hozir raqibga qarshilik ko'rsatyapti. Demak, o'sha Osiyo musobaqalarida 8 dan 1 final bosqichi garchi bitta o'yindan iborat bo'lsa-da, kecha bo'lib o'tgan OFK Kubogi musobaqalarida o'tkazilgan 5 ta uchrashuvdan 3 tasida mehmonlar zafar quchishdi. Biz yuqorida Neftchi jamoasi penaltilar seriyasiga ko'ra o'sha Suriyaning Al-Majid klubini yengganligini aytib o'tdik. Hozir maydon egalarida xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. To'p jarima maydonida. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Ali Karimiy. Zarba esa noaniq. Demak, 3-1 hisobda Yuriy Sarkisyan shogirdlari penaltilar seriyasiga ko'ra g'alaba qozonishdi. Bahraynning Busaytin va Suriyaning Al-Karama jamoalari uchrashuvida o'yin taqdiri qo'shimcha vaqtda hal bo'ldi va unda ham mehmonlar Al-Karama futbolchilari g'alaba qozonishdi. Iroqning ikki klubi Al-Zavra va Arbil jamoalari o'rtasidagi o'yinda ham 3-1 hisobida mehmonlar Arbil futbolchilari zafar quchishdi. Shuningdek, yana ikki uchrashuvda Kuvaytning SK Kuvayt klubi o'z maydonida Hindistonning Dempo jamoasini 3-1 hisobda yenggan bo'lsa, Kuvaytning yana bir klubi Al-Arabiy Livanning Safa klubi ustidan 2-1 hisobda qo'shimcha vaqtda g'alaba qozondi va chorak final yo'llanmasini naqd qilib qo'ydi. Sharqiy mintaqa klublari esa nimchorak final uchrashuvlarini 23-iyunda o'tkazishadi. Qizillar hozir to'pni nazorat qilib turishibdi. O'yin qoidasi buzildi. Demak, jarima zarbasini Piruziy futbolchilari amalga oshirishadi. Bu ishni
Jamoa sardori Ali Karimiy bajaradi. Bizga esa o'sha o'yin qoidasi buzilgan holatni namoyish etib berishdi. Demak, to'p jarima maydoniga yetkazib berildi, himoyachilarini qaytarishdi va to'p maydonni tark etdi. Timur Kapadze hozir faollik ko'rsatgan edi. Endi esa burchak zarbasi. E'tibor bering, Piruziy futbolchilari sekin-asta hozir tashabbusni o'z tomonlariga olishyapti. Ali Karimiy ijrosidagi standart. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Kapadze bu safar ham faol. Sapeh Haydari to'pni yon chiziqdan o'yinga kiritib berdi. To'p jarima maydonida. Zuhurov ishonchli o'ynab to'pni egallab oldi. Chap qanotdan Jasur Hasanov oldinga intildi. Darvozabon o'z vaqtida to'p yo'liga chiqib uni egallab oldi. Nisa Mamirzade Isfahani. Haydarov chap qanotdan Jasur Hasanovni oldinga boshlagan edi, ammo Jasur to'pga yeta olmadi. Ozodiy stadioni muxlislar bilan to'lib toshgan. Mana bizga ushbu vaziyatni takroran namoyish etib berishdi. Darvozabon bu vaziyatda to'pni Jeparov egallab olishiga yo'l qo'ymadi. O'yin qoidasi buzildi. Jeparov aybdor. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Himoyachilarni qaytarishdi. Jasur Hasanov Ulug'bek Baqoyev yo'nalishida hozir to'pni oldingi chiziqqa yetkazgan edi. Himoyachilar Ulug'bekka imkoniyat berishmadi. Ali Karimiy esa endi mana navbatdagi hujumni maydon markazidan tashkil etyapti. Darvoza tomon berilgan zarba. Rams hozir to'pni qaytardi. To'p yana jarima maydoniga yetkazildi. O'yin qoidasi buzildi bu vaziyatda. Anvar G'ofurov. Yo'q, bu Aziz Haydarov edi. Albatta Aziz bu vaziyatda to'pga o'ynagan edi, lekin o'sha o'z inertsiyasi bilan hujumchi hozir yiqilib tushdi. Natijada Bunyodkor darvozasi tomon yana bir standart vaziyat belgilandi. Birinchi bo'limda ham ushbu jamoa a'zolari ko'pgina ana shunday holatlarni yuzaga keltirishdi. Ali Karimiy deyarli barcha standartlarni amalga oshirdi. Yana bir xavfli zarba. To'p ancha noaniq tarzda maydonni tark etyapti. Uchrashuvning esa 61-daqiqasi o'tib boryapti. Eslatib o'tamiz, Piruziy va Bunyodkor jamoalari uchrashuvida 1-0 hisobda O'zbekiston chempioni oldinda bormoqda. Yagona gol muallifi Rivaldo. Ikkinchi bo'limda Bunyodkor futbolchilari o'sha maydondagi tashabbusni raqiblarga biroz bo'lsa-da o'zlari topshirishdi va endi o'z baxtlarini qarshi hujumlardan izlashga harakat qilishmoqda. Bunyodkor zaxira o'rnidagi futbolchilari esa mana ko'rib turibsiz, sekin-asta chigal yozda mashg'ulotlarni boshlashyapti. Demak, yaqin orada biz mehmonlar tarkibida yangi o'yinchilarni ko'rib qolsak ham ajab emas. Eronliklarning navbatdagi hujumi to'p jarima maydoniga yetkazildi. Bu safar ham bosh bilan berilgan zarba noaniq.
Albatta Bunyodkor futbolchilari birinchi navbatda o'sha himoyada orqa chiziqda ancha intizomli to'p surishga harakat qilishyapti, lekin o'sha ba'zi vaziyatlarda o'yin qoidasining buzilishi ko'pgina standart vaziyatlarga olib kelyapti. Bu safar o'yin qoidasi buzilmaganligini ko'rsatyapti koreyalik hakam. Jeparov, G'ofurov, chap qanotda Aleksandr Xvostunov, bu esa Ulug'bek Baqoyev edi. Ramos, to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Koreyalik hakamani ko'rib turibsiz, hozir Feruziy futbolchisini og'zaki ravishda ogohlantirdi. Ali Rizo Nikbaxt edi bu. To'p yana maydonni tark etdi. Bizga esa yana bir bor umumiy planda Ozodiy stadionining ko'rinishini namoyish etishyapti. E'tibor bering, deyarli ko'pgina o'rindiqlar muxlislar bilan to'lgan. O'yin qoidasi bu safar endi Ulug'bek Baqoyev tomonidan buzilgan ko'rinadi va u mana sariq kartochka ishlab oldi. Darhaqiqat Ulug'bek bu vaziyatda nohaq ekan. To'p bilan Feruziy futbolchilari Ali Karimiy, Jeparov. E'tibor bering, Jeparov qayerda o'ynayotganiga. Ramos, Mirjalol Qosimov mana ko'rsatmalarni berayotganiga e'tibor bering. O'z shogirdlariga oldingi chiziqqa bormaslikni tavsiya etyapti. Bu esa Bunyodkor fan klubi a'zolari. Bu safargi uchrashuvga ham Toshkentdan ko'plab futbol fanatlari o'sha Bunyodkor jamoasining fan klubi a'zolari yetib borishgan. Ammo Ozodiydek yirik stadionda ularning hozir bor yo'qligi ham bilish qiyin. Bunyodkorda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Server Jeparov, Kapadze, yana Jeparov. Uning qarshisida ikki himoyachi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Darvozabon o'z o'rnida. Ikkinchi bo'limning ham 20 daqiqasi ortda qoldi. Bunyodkor futbolchilari 1-0 hisobda oldinda borishyapti. Xvostunov ishonchli o'ynadi. Hozir mana Jasur Hasanovga to'pni yetkazib berdi Rivaldo. Mehmonlar tarkibida o'yin tempini aynan Rivaldo nazorat qilayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Kerak paytda u tezkor qarshi hujumni tashkil etib, o'zining birgina pasi bilan futbolchilarni oldinga boshlayapti. Kerak bo'lsa, to'pni o'zida ushlab turib yoki orqadagi himoyachilarga uzatib, o'yin tempini o'ldiryapti. Albatta, Rivaldodek tajribali futbolchi bunday ishni o'z zimmasiga olishi ham juda to'g'ri. Ramos, Kapadze, Ramos, Ashurmatov, G'ofurov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi.
To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Murod Zuhurov to'pni egallab oldi. To'p mana oldingi chiziqqa tepib berildi. Rivaldo to'p uchun kurashdi. Baqoyev va Rivaldolar hozir raqiblarga qarshi pressing qo'llab mana to'pni egallab olishdi. Aniqrog'i o'sha raqibni to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishga majbur qilishdi. Jeparov esa yon chiziqdan uni o'yinga kiritib beradi. Kapadze, Hasanov to'p jarima maydoniga yetkazib berildi, ammo maydonni tark etdi. Koreyalik hakam o'z qarorida qat'iy turib oldi. Garchi Jasur Hasanov unga burchak zarbasini ko'rsatgan bo'lsa-da, koreyalik hakam to'pni Piruziy futbolchilari o'yinga kiritishlari lozimligini uqtirdi. Demak, Piruziy tarkibida o'yinchi almashtiriladi. Darhaqiqat nihoyatda mahobatli arena, Ozodiy stadioni. Ramos yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib berdi. Chap qanotdan hozir Piruziy futbolchilari hujumga o'tishgan edi. Baxtiyor Ashurmatov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Maydon egalari uni yon chiziqdan o'yinga kiritib berishadi. Sepeh Haydari to'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Himoyachilar uni qaytarishdi. Ali Rizo Nikbaxt Ashurmatov to'pni qaytardi. Haydarov to'p bunyodkor a'zolarida. Jeparov uning o'zi oldinga intilyapti. Mana endi Baqoyevni oldinga boshladi. Bu esa Rivaldo. Kapadze. To'p qarama-qarshi qanotga Jeparovga yetkazib berildi. Ramos. Jeparov. To'p jarima maydoniga yetkazildi. Uchrashuvning 71-daqiqasi boshlanganligini ko'rib turibsiz. Xvastunov. Rivaldo. Kechirasiz, bu Kapadze ekan. To'p maydonni tark etdi. Missam Amirzodiy Isfahani uni o'yinga kiritib beradi. Demak, 16-raqamda Fakim Muhammad Mansuriy maydonga tushdi. U 28-raqamdagi Farhod Xayrxohni almashtirdi. Edson Ramos yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib beradi.
Bu vaziyatda qanot hakami hozir o'yin qoidasi Ulug'bek Baqoyev tomonidan buzilganligini ko'rsatyapti. To'p yana maydonni tark etdi. Bu safar ham uni mezbonlar o'yinga kiritib berishdi. Karimiy, Hasanov, Bunyodkorda juda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Rivaldo hozir mehmonlar juda qulay imkoniyatni qo'ldan chiqarishdi. Jasur Hasanov va Rivaldolarda hozir juda yaxshi imkoniyat yuzaga kelgan edi, ammo Rivaldo to'pni biroz o'zida ushlab qoldi. Natijada himoyachilar undan to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'lishdi. Ali Karimiy nihoyatda texnikasi yuqori ekanligiga guvoh bo'lib turibmiz. Ushbu futbolchining darhaqiqat butun jamoaning hujumlari aynan shu futbolchi orqali tashkil etilyapti. Jasur Hasanov oldinga intilyapti. Ulug'bek Baqoyev hozir Baqoyevni murabbiylar almashtirsa kerak. Ha, mana Anvar Soliyev maydon chetida paydo bo'ldi. U aynan Ulug'bek Baqoyevni almashtirsa kerak. Ulug'bek umuman o'yin davomida yaxshi harakat qildi. O'sha oldingi chiziqda to'pni ushlab turdi. Himoyachilarni sarosimaga solib, o'sha doimo sergak holda turishlarini ta'minlab berdi. Garchi bugungi uchrashuvda gol kirita olmagan bo'lsa-da, jamoaning hujum chizig'ida anchagina faol harakat qildi. O'z navbatida maydon egalari tarkibida ham o'zgarish kuzatiladi. Anvar Soliyev demak Ulug'bek Baqoyevni almashtiryapti. Ivan Petrovich kimning o'rniga maydonga tushadi? Bunyodkor fan klubi a'zolari Baqoyevni hozir olqishlar bilan kuzatib qo'yishdi. Uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanishiga esa 15 daqiqa vaqt qoldi. Demak, 14-raqamda harakat qilgan Shiri Mochtaba o'rniga mana vaziyatga e'tibor bering. Juda qulay hozir imkoniyat bor edi Bunyodkor futbolchilarida. Demak, Shiri Mochtaba o'z o'rnini Ivan Petrovichga bo'shatib beryapti. Maydon markazida Ali Karimiy. Uning o'zi hozir oldinga intilyapti va mana to'pni Shiriga yetkazib berdi, ammo to'p maydonni tark etmadimi? Bugun futbol muxlislari, shuningdek O'zbekistonning vitse-chempioni Toshkentning Paxtakor klubi ishtirokidagi uchrashuvni ham bevosita kuzatish imkoniga egalar. Biz yuqorida aytib o'tdik, yana bir bor yodingizga solib o'tamiz. Soat 22:30 dan boshlab Yoshlar telekanali orqali Dammam shahrida bo'lib o'tadigan Saudiya Arabistonining Ittifoq hamda O'zbekistonning Paxtakor jamoalari o'rtasidagi nimchorak final uchrashuvini to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda kuzatasiz. Soat 23:45 dan boshlab esa to'p bu yerda maydonni tark etmagan ekan. 23:45 dan boshlab esa o'sha Yevropa Chempionlar Ligasi final uchrashuvi barchaning diqqat markazida bo'ladi. Rimdagi Stadio Olimpico arenasi Barselona va Manchester United jamoalari o'rtasidagi uchrashuvga mezbonlik qiladi. Umid qilamizki, siz va biz ajoyib va nihoyatda qiziqarli
futbol bellashuviga guvoh bo'lamiz. Bunyodkor tarkibida esa Ruslan Milziddinov maydonga tushishga hozirlik ko'ryapti. Demak, Bunyodkor murabbiylari bundan buyog'iga mudofaani mustahkamlashga e'tibor qaratishadi. Albatta, play-offda 1-0 hisobda oldinda borayotgan har qanday jamoa ham uchrashuvning so'nggi daqiqalarida birinchi navbatda mudofaani mustahkamlash turgan gap. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Murod Zuxurov. To'pni egallab oldi. Mana e'tibor bering. Piruziy futbolchilari mana sekin-asta navbatdagi hujumni tashkil etishga intilishmoqda. Yana qo'sh o'zgarish kuzatiladi. Demak, ikkala jamoa tarkibida ham futbolchilar almashtiriladi. Jasur Hasanov Ali Karimiga to'pni oldirib qo'ydi. Futbolchilarimiz yana to'pni egallab olishdi. Jarohatlar borasida ham hisob tenglashdi. Mehmonlar tarkibida Gochquliyev jarohat olib maydonni tark etdi. Maydon egalari tarkibida ham mana bir futbolchini ko'rdik. Hozir majburiy ravishda maydonni tark etdi. Bunyodkorning navbatdagi hujumi samarasiz yakunlandi. Endi esa maydon egalari qarshi hujumga o'tishyapti. Ali Karimi istalgan futbolchini aldab o'tayapti. Ushbu futbolchi mana e'tibor bering. To'p maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Demak, Milziddinov maydonga tushdi. U kimni almashtirganligiga hozir oydinlik kiritib olamiz. Xvastonovni almashtirdi Ruslan Milziddinov. Maydon markazida Rivaldo to'pni egallab olgan edi, ammo Piruziy futbolchilari to'pni yana qaytarib olishdi. Maydon egalarida xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Ali Karimining faolligiga e'tibor bering. Uning qarshisida 5 nafar himoyachi, ammo to'pni hozir Bunyodkor himoyachilari katta qiyinchilik evaziga qaytarib olishdi. Milziddinov jarohat olmagan bo'lsa bo'lgani. Hozirgina maydonga tushgan futbolchi edi. Uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanishiga esa 10 daqiqa vaqt qoldi. Mana e'tibor bering. Piruziy futbolchisi nihoyatda qo'pol tarzda harakat qilgan edi. Hozir Ruslanga nisbatan to'p uchun kurashda Anvar Soliyev. Uning qarshisida 4 nafar himoyachi edi. Piruziy futbolchilari to'pni egallab olishdi. Uchrashuvning so'nggi 10 daqiqasi albatta hayajonli va nihoyatda keskin ruhda o'tishiga shubha yo'q. Albatta o'zbekistonlik futbolchilardan yana 10 daqiqa o'z darvozalarida daxlsizligini saqlab berish talab etiladi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi, ammo noaniq. Hech bir Piruziy futbolchi ushbu to'pga yeta olmadi. Petrovich edi bu. Murod Zuxurov erkin zarba bilan to'pni o'yinga kiritib beradi.
Albatta, o'yin tashkil etish borasida, xavfli hujumlar yaratish borasida, umuman to'pni nazorat qilish borasida Bunyodkor bugun raqibiga hech qanday imkoniyat bermadi. Aytmoqchi bo'lganimiz, birinchi bo'limda ko'pgina vaziyatlarda hatto o'zbekistonlik futbolchilar ustunlikka, tashabbusga ega bo'lishdi. Ikkinchi bo'limda esa murabbiylar biroz taktik o'zgarishlarni amalga oshirishdi. Buning natijasida hamyurtlarimiz ko'proq himoyaga e'tibor qaratishdi va bu albatta to'g'ri taktika edi. Shu boisdan biz ikkinchi bo'limda qaldirg'ochlar ijrosidagi u qadar shiddatli hujumlarni ko'rmadik. Albatta bu murabbiylar tomonidan o'ylangan taktika bo'lishiga shubha yo'q. Ikkinchi bo'limda endi Bunyodkor futbolchilari ko'proq o'sha raqib bo'sh zonalar yaratib berishi va qarshi hujumlarni samarali yakunlash imkoniyati tug'ilishini kutishdi. Rivaldo hozir mana to'pni o'ng qanotga Soliyevga yetkazib berdi. Anvar to'pni maydonda saqlab qola olmadi. Mirjalol Qosimovning nigohlari jiddiy. Albatta ushbu murabbiy Toshkentga qaytgan zahoti milliy terma jamoani yig'ishga kirishib ketadi. 29-may sanasidan boshlab xabaringiz bor, milliy terma jamoamiz Toshkentda o'quv mashg'ulot yig'inini boshlaydi. 1-iyun kuni Mirjalol Qosimov shogirdlari Toshkentda Paxtakor markaziy stadionida Bosniya va Gersegovina terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishadi va bu uchrashuv o'z navbatida o'sha 6-iyun kuni bo'lib o'tadigan Yaponiyaga qarshi uchrashuvga tayyorgarlik doirasida tashkil etiladi. Murod Zuhurov uchrashuv vaqtini cho'zganligi uchun ogohlantirish oldi. Zuhurov to'pni o'yinga kiritib berdi. Rivaldo to'pni jamoasida saqlab qoldi. Darvozabon to'pni qo'liga ushlay olmaydi albatta. Aziz Haydarov Jasur Hasanovga to'pni yetkazdi. Yana Haydarov. Uning o'zi uzoq masofadan zarba yo'lladi. Darvozabon hozir to'pni qo'lidan chiqarib yubordi. Demak, keyingi kelasi haftada ham yurtimiz futbol ishqibozlarini milliy terma jamoamiz ishtirokidagi bir emas ikkita qiziqarli uchrashuv kutib turibdi. Bosniya va Gersegovina va Yaponiya terma jamoalariga qarshi kechadigan o'yinlar. Ikkala terma jamoa murabbiylari ham Toshkentga kuchli va yulduzli tarkiblarni olib kelishyapti. Albatta O'zbekiston milliy terma jamoasi uncha-muncha raqib emaski, o'rtamiyona futbolchilar bilan tashrif buyursa. Shu boisdan ham kelasi hafta yurtimiz futbol ishqibozlarini nihoyatda qiziqarli bellashuvlar kutib turganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bunyodkor va Paxtakor jamoasi a'zolari, qolaversa Neftchi futbolchilari Toshkentga yetib kelishlari bilanoq shu milliy terma jamoaga nomzod futbolchilar milliy terma jamoa ixtiyoriga jam bo'lishadi. Server Jeparov to'pni oldingi chiziqqa yetkazib berdi. Rivaldo Piruziy futbolchilari katta kuch bilan ko'pchilik bo'lib hujumga o'tishyapti. Hozir bu vaziyatda Piruziy futbolchilari himoyachi to'pga qo'li bilan o'ynadi deb ta'kidlashdi. Albatta bu vaziyatda qo'l to'pga emas, aksincha to'p qo'lga tekkan edi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Kapadze uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanishiga esa 3 daqiqa vaqt qoldi. Ramos to'pni uzoqlashtirdi. Eslatib o'tamiz, Piruziy va Bunyodkor jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda
Hozircha 1-0 hisobda o'zbekistonlik futbolchilar oldinda borishyapti. To'p maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Endi maydon egalari uni yon chiziqdan o'yinga kiritib berishadi. Bunyodkorning deyarli barcha a'zolari o'z jarima maydonlariga yetib kelishdi. Bundan bu yog'iga himoyani mustahkamlash zarur. Yana 3-4 daqiqa turib berilsa kifoya. Hasanov to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirdi. E'tibor bering. Piruzi butun jamoa bo'lib hujumga o'tgan, Bunyodkor esa butun jamoa bo'lib himoyalanyapti. Muhimi natija. Hozircha natija ham, vaqt ham bizning foydamizga ishlamoqda. Haydarov to'pni qaytardi. To'p Bunyodkor futbolchilarida. Jasur Hasanov hozir jarohat olgan ko'rinadi. Albatta, Piruzi futbolchilari shoshilishmoqda, ularni tushunsa bo'ladi. Uchrashuvning so'nggi daqiqalari o'tib boryapti. Hisob esa 1-0 oldinda Bunyodkor futbolchilari. Bizga esa Piruzi jamoasi tashkil etgan yana bir xavfli hujumni takroran namoyish etib berishdi. Jasur Hasanov esa maydon tashqarisiga olib chiqib ketilayapti. Unga maydon chetida endi tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak. To'p maydonni tark etdi. Uchrashuvning so'nggi daqiqasi boshlandi. Murod Zuhurov erkin zarba bilan to'pni o'yinga kiritib berdi. Petrovich va endi maydon egalari ancha tajovuzkor o'yin namoyish etishyapti so'nggi daqiqalarda. Zuhurov to'pni egallab oldi. Chap qanotdan Jasur Hasanov oldinga intilyapti. Rivaldo. Bunyodkor futbolchilari hujum qilishdan ham ko'ra hozir to'pni ko'proq o'zlaridan nazorat qilib turishibdi. Demak, ikkinchi bo'limga 4 daqiqa qo'shimcha vaqt belgilandi va ushbu daqiqalar boshlandi. Yana 4 daqiqa davomida turib berish talab etiladi. Ramos to'pni maydonda saqlab qoldi. Ivan Petrovich yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib berdi. Zuhurov o'z o'rnida. Bu safar ham u chap qanotga to'pni tashlab berdi. Jasur Hasanov. Jeparov. Soliyev, Rivaldo. E'tibor bering, Jeparov va Rivaldolar o'z o'rinlarini almashishdi. Endi Rivaldo o'ng qanotda, Jeparov esa maydon markazida to'p surayapti. Melzedinov, Hasanov. To'pni Piruzi futbolchilari qaytarishdi. Aziz Haydarov to'p bilan. Rivaldo to'p so'rayapti.
Ramos. Anvar G'ofurov chap qanotga Jasur Hasanov tomon to'pni tashlab bergan edi, ammo biroz noaniq. Muhammad Alirizo. O'yin qoidasi Rivaldo tomonidan buzildi. Maydon egalari shoshilishmoqda. Himoyachilarimiz bu safar ham to'pni qaytarishdi. Soliyev, Jeparov, Ramos oldinga intilyapti. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Jeparov. E'tibor bering, Bunyodkor futbolchilari o'sha to'p kiritishdan ham ko'ra, xavfli hujum tashkil etishdan ham ko'ra to'pni ko'proq nazorat qilishga asosiy e'tiborlarini qaratishgan va bu qaysidir ma'noda to'g'ri ham. Hozir birinchi navbatda o'sha qo'lga kiritilgan vaziyatni ushlab qolish talab etiladi. Har holda ustunlik hozircha hisobda ham biz tomonimizda. Bu safar koreyalik hakam endi kimni ogohlantirdi? Ramosnimi? Rivaldo to'p maydonni tark etdi. Uni yana Bunyodkor futbolchilari o'yinga kiritib berishadi. Qo'shimcha daqiqalarning ham so'nggisi boshlandi. Demak, qo'shib berilgan 4-daqiqa o'tib boryapti. Jeparov, Rivaldo. Jeparov. Kapadze. Darvozabon to'pni egallab oldi. Endi orqaga, mudofaaga e'tibor qaratish zarur. G'ofurov. Kapadze. Jalol Qosimov hakamlarga vaqtni ko'rsatyapti. Vaqt o'tib bo'ldi. Darhaqiqat qo'shib berilgan 4 daqiqa ham ortda qoldi va hakamning hushdagi yangradi. Bunyodkor chorak finalda. Aziz va muhtaram futbol muxlislari, O'zbekistonning musobaqada ishtirok etayotgan ikkinchi jamoasi ham mana Osiyo musobaqalarida ishtirok etayotgan jamoasi ham chorak final yo'llanmasini qo'lga kirita oldi. Kecha Neftchi futbolchilari bizga juda ajoyib g'alabali onlarni taqdim etib berishgan edi. Bugun esa Bunyodkor futbolchilari millionlab yurtdoshlarimizga yana ajoyib kayfiyat ulashishdi. Fursatdan foydalanib biz barcha yurtdoshlarimizni ana shu g'alaba bilan muborakbod etamiz va bugun yana bir jamoamiz Paxtakor jamoasidan ham ana shunday g'alabali yurishni davom ettirishni kutib qolamiz. Shu bilan bugungi translyatsiyamizga yakun yasaymiz. Translyatsiyani sizlarga Yevgeniy Artishevskiy, Eduard Musailov hamda Zafar Imomxo'jayevlar taqdim etib berishdi. Kelasi sharhlar orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar azizlar.